Makkaga kelib, mehmonxonaga joylashdik. Umra qilishga chiqib ketamiz. Qancha vaqtda qilib bo'lsa bo'ladi? Umra amallari tez bo'ladi. Men agar sizlarni boshdan tushuntirib o'tsam, tavof qilishlik uchun Ka'baga tushsangiz, tavof qilishlik uchun agar odam ko'p bo'lmagan holatda siz har tavofingizga 10 minutdan vaqt ajratsangiz, 7 marta tavof qilinadi. Bu degani 70 minut, ya'ni 1 soat 10 minut. Va tavofdan so'ng o'tasiz, Zamzam ichasiz, u yerda 2 rakat sunnat namoz o'qiysiz. Uni ham 10 minut qilsa yoki 80 minut bo'ladi. Va ichkariga Safo Marvaga kirasiz. Safo Marva oralig'ini aka 15 minut hisoblasa aka, u amal ham aka 3,5 marta takrorlanadi. Ya'ni o'zi 7 marta takrorlanadi. Borishman 7,5 minut, qaytish 7,5 minut. Taxminan 50 minutlar atrofiga aylanadi aka. Bunda sizga jamiki soch oldirish, umra amallarini mehmonxonagacha borish tartibi 3 soat vaqt ketadi aka. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta umra ziyoratini tekinga beramiz.